Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Ko'p cho'zmayman gapni. Mana mahsulotlarimizni chiqargan o'zimizning mahsulotlarimiz birma-bir sekin-sekin qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taman. Bu polver mahsulotimiz, polver tegalarga sepiladigan, ko'p ishlatganmiz, obyektlarimizda sinab ko'rganmiz. O'sha mahsulotimiz, polver mahsulotimiz 1 kilosi narxi 280 ming so'm, 1 kilosi suyultirib sepasiz, 1 kilosi 100 metr tegaga bemalol yetadi, ham tegani biotinalarni bildirmaydi. Matviy bo'lib, zar matviy bo'lib chiqadi. Chiroyli, juda chiroyli mahsulotimiz. Perlalux. Perlalux mahsulotimiz, bu ham trevertin ustiga suriladigan mahsulot, jemchuk mahsulotimiz. Bu juda sifati zo'r, quyuq chiqarilgan. 1 kilosi 15-20 kvadrat trevertinni bemalol ustiga yopadi. Petrolux bu katta xumli bazamiz, katta xumli bazamiz. Buni ishlanishi juda qulay, ham tez chiqadi, unaqa qiynamaydi. Effektlari ham juda chiroyli chiqadi. Tez ustakalarni qiynamaydigan mahsulot. Buni 1 kilosi 180 ming so'm. Petrolux mahsulotimiz bu bazamiz. Bu mayda xumli atachentamiz. Mayda xumli atachentamizni bitta afzallik tomoni buni ko'proq kvadrat ketadi. 7-8 kvadratga bemalol yetkazsa bo'ladi. Ustakalarimiz qiynamaydi, tezroq effekt chiqadi. Sifati, kачествоsi o'ta zo'r. Barxalux. P baza premium degani Barxalux mahsulotimiz. Bu 7-8 kvadratni bemalol yopadi. Barxtni effektni qulsiz atachentamiz. Juda oddiy, sodda usulda ishlasangiz ham juda effekti juda chiroyli chiqadi. Ranglari oppoq. 12 viloyatga dastavkamiz ham bor. Kimda kim shu biz mahsulotlarimizni optim narxda sotib olib, kattaroq obyektda yoki do'konda sotaman desa, optim narxda ham bemalol chiqarib beramiz. 12 viloyatga dastavkamiz tekin. Rahmat hammaga. Chili. Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammaga xayrli kun. Mana bizning yangi mahsulotimizdan ikki xil obrazis qilib tushuntirib ko'rsatib beraman, sodda usulda. Mana bu doskamiz emulsiya qilingan, oddiy emulsiya qilingan, doskaning ustidan oddiy emulsiya qilingan, 2 marta qilingan emulsiya, oppoq bo'lib turibdi. Mana bu doskamizga emulsiya qilinib, ustidan xumsiz atachentadan bir sulay tortib olingan. Xohlasangiz mashalkada qilsangiz ham bo'ladi, biz shpatilda qilamiz. Rasxoti juda kam bo'ladi. Hozir ikkovining farqini ko'rsataman qanday chiqishini. Mana biz mayda xumli atachentamiz, bitta oddiy shotka yordamida sekin mana urib ketaveradi. Mana har tomonga qaratib, mana bir boshdan fakturani ochib ketaverasizlar mana. Oddiy shotkada dasturlarni qoldirib urib ketaverasizlar. Mana. 3 tarzda davom etaveradi. Bunga hech qanaqa bir murakkab, qiyin joyi yo'q. O'zlaringiz ham ortga ko'rsalaringiz bo'ladi. Hamma gap atachentani tezroq faktura chiqishida. Ustani qiynamaydi, xudo xolasa. Tez chiqadi fakturasi mana. Sekin-sekin urib ketyapman. Har tomonga qarab. Dasturlar ozroq qoladi.
ko'p joylarini ham ustidan bosib chiqib, kam joylariga berib chiqsalaringiz bo'ladi. Endi ikkinchi doskamiz. Attachentda bir surib olingan doskamiz. Bunga ham xuddi shu tarzda uriladi. Shu tarzda uriladi bunga ham. Mana. Ustakalar mana ikkovini ham urib oldik. Sekin hozir sal sergagandan keyin rushetka yordamida hozir tarab ko'rsataman. Akalar mana sal sergib oldi. Mana sekin-sekin qumlarni yoyishni boshlaymiz. Mana. Sekin-sekin bosmasdan akkuratlik qilib mana qumlarni yoyishni boshlaymiz. Qilib sekin-sekin tarab chiqasizlar. Bu tomonga. Bu shakli chiqib kelaveradi mana. Faqat qiynamaydi odamni. Tez chiqadi. Me'yorida quritib olish kerak, me'yorida sal qotirib olish kerak, salgina. Agar yo'q joylarga ham olib borsangiz bo'ladi mana. O'zidan sudrab. Mana. Shu tarzda davom etaveradi. Mana qiyin narsa emas. Dadiki odam qilganda odam qiladi deydi-ku. Xuddi shunday narsa. Shotka quruq bo'lish kerak shotka. Buni sal sergib tursa, endi bunisini davom etamiz. Qotib qolsa, tagidagi shotka urilgan izlar bilinib qoladi. Bu mayda qumni attachentamiz. 1 kvadratga 1 kilosi 6-7 kvadratga bemalol yetadi. Mana akalar, ikkovini ham qilib oldik kitabasimizda. Bunisi emulsiya qilinganda, buni ustidan bir suloy attachentidan tortib olgandik. Yuqqa tortib olgandik. Rasxot uncha ko'p bo'lmaydi. Mana ikkovini farqini ko'ringizlar akalar. Mana ikkovini farqi ancha bor, ikkovini farqi. Shu o'rinda bitta narsa, mana buni attachentani, qumsiz attachentani tortib olganda gubkada qilsa ham bo'ladi. Buni gubkada chiqadi. Rasxoti juda kam. 1 kilosi 30-40 kvadratga bemalol yetadi akalar. Foydali video bo'lgan bo'lsa, bitta podpiska bosib qo'yasizlar. Videoga bitta like bosib, podpiska bosib, saqlab qo'yasizlar, biz yo'qotib qo'ymaslik uchun. Foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Rahmat hammaga, charchamaysizlar. Assalomu alaykum ustagalar, hormaysizlar, charchamaysizlarmi? Hamma tinchmi? Xudo xolasa mana Termizdagi obyektimiz. Devorga Marshall emulsiyalarni urganmiz. O'sha devor rangiga moslab, maylarni vinsanka qilib berganmiz, chiroyli qilib. Mana vinsankalarni 5 ni qilib berdik. Xudo xolasa klientimizga yoqdi, uy egalariga, xazayinga. Devorlarimiz emulsiya bo'lgan. Chotki, emulsiya bo'yishi. Yo'q, ochmanglar eshik. Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Xudo xolasa mana bizdan yangilikni zo'ri azizlik ko'rgan akalar. Va nihoyat mana shuncha izlandik, intildik. O'zimiz mana shu mahsulotlarning hammasini ishlab chiqarishni boshladik. Startni berdik, mana ishlab chiqarishni boshladik. Mahsulotlarimizni polni o'zimiz sinovlarimizdan o'tkazdik, tekshirdik. Ham oson, sodda usulda chiqadigan qilib chiqardik mahsulotlarni. Ular ustalarni qiynamaydi. Mahsulotlarimiz 5 xil mahsulot chiqdi. 5 xil mahsulot. Hammasi zo'r sifati, hammasi hamyonbop, narxlari sifati bo'yicha
birinchi o'ringa chiqadi xudo xolasa. Bemalol o'zim tajribamdan chiqib ayta olaman. O'zim ishlatib, tekshirib ko'rdim hammasini. Hammaga tavsiya qilamiz mahsulotlarni. Bu mahsulotlarni masalan boshqa viloyatdagi aka-ukalar, dekor sotadigan, shu mahsulotlar bilan shug'ullanadigan aka-ukalarni ham hamkorlikka chaqiramiz. Narxlari, yetkazib berishlari hamyonbop hammasi akalar. Ustakalarga ham tavsiya qilamiz. Hamma ustakalar bir ishlatib ko'ringizlar. Xudo xolasa yaxshi natijalar beradi. Mahsulot haqida tushunchalarni keyingi videolarda bitta-bitta ochib, o'zim tushuntirib, ko'rsatib, sodda usullarda o'rgatib, tushuntirib beraman. Rahmat hammaga, charchamaysizlar. Yangilik zo'r akalar, aziz dekorlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammani o'tgan yangi yil bilan tabriklayman yana bir bor. Xudo xolasa mana biz bugundan ishni boshladik. Xudo xolasa mana tovarlarimizni ham hammasini olib kelib qo'ydik. Yangi mahsulotlarimizni ishlatib, sinovdan o'tkazib, hammasini ko'rib, tekshirib, mana abrajistlarni ham chiqarib qo'yganmiz. Endi sekin xudo xolasa mana abrajistlarni ham chiqarib qo'yganmiz. Ishlashga ham oson. Blisklari, kачествоsi juda yaxshi. Sifati zo'r. Mana. Har xil fasonda qilsangiz bo'ladi. Ustani o'ziga bog'liq bu. Xohlagan fasonda tez chiqadi. Unaqa odamni qiynamaydi. Qumli, qumsiz hamma variantdan bor. Xudo xolasa 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Mana shunaqa dekorativniy narsalar ishlab dekorativ narsalar sotadigan akalar, ukalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa optim narxlarda, dilerskiy narxlarda chiqarib beramiz. Keyin 12 ta viloyatga ham dastavkamiz, besplatniy dastavkamiz 12 ta viloyatga. Xudo xolasa o'zimizning Buxorodagi filialimizga ham, Xorazmga ham, Umid Shogirdning do'koniga ham hammasiga ertandan xudo xolasa yetkazamiz. Mana yangi mahsulotni bir ishlatib, sinab ko'ringsizlar. Men o'zim sinovdan o'tkazdim. Haqiqatan zo'r, kачествоsi ham zo'r, ishlanishi ham oson. Hamma mahsulotdan bor akalar. Yetkazib berish besplatniy. 12 ta viloyatga dastavka bor. Aloqaga chiqasizlar. Aziz dekor. Bosingizlar ustakalar.
Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Xudo xolasa mana bizdan yangilikni zo'ri aziz dekordan akalar. Va nihoyat mana shuncha izlandik, intildik. O'zimiz mana shu mahsulotlarning hammasini ishlab chiqarishni boshladik. Start berdik, mana ishlab chiqarishni boshladik. Mahsulotlarimizni polni o'zimiz sinovlarimizdan o'tkazdik, tekshirdik. Ham oson, sodda usulda chiqadigan qilib chiqardik mahsulotlarni. Mana ustalarni qiynamaydi. Mahsulotlarimiz 5 xil mahsulot chiqdi. 5 xil mahsulot. Hammasi zo'r sifati, hammasi hamyonbop, narxlari sifati bo'yicha birinchi o'ringa chiqadi xudo xolasa. Bemalol o'zim tajribamdan chiqib ayta olaman. O'zim ishlatib tekshirib ko'rdim hammasini. Hammaga tavsiya qilamiz shu mahsulotlarni. Bu mahsulotlarni masalan boshqa viloyatdagi aka-ukalar, dekor sotadigan, shu mahsulotlar bilan shug'ullanadigan aka-ukalarni ham hamkorlikka chaqiramiz. Narxlari, yetkazib berishlari hamyonbop hammasi akalar. Ustakalarga ham tavsiya qilamiz. Hamma ustakalar bir ishlatib ko'ringizlar. Xudo xolasa yaxshi natijalar beradi. Mahsulot haqida tushunchalarni keyingi videolarda bitta-bitta ochib o'zim tushuntirib, ko'rsatib, sodda usullarda o'rgatib, tushuntirib beraman. Rahmat hammaga, charchamaysizlar. Yangilikni zo'r akalar, aziz dekordan. Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Ko'p cho'zmayman gapni. Mana mahsulotlarimizni chiqargan o'zimizning mahsulotlarimizni birma-bir sekin-sekin qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taman. Bu polver mahsulotimiz, polver tegalarga sepiladigan, ko'p ishlatganmiz, obyektlarimizni sinab ko'ramiz. O'sha mahsulotimiz, polver mahsulotimiz 1 kilosi narxi 280 ming so'm, 1 kilosi suyulto't sepasiz, 1 kilosi 100 metr tegaga bemalol yetadi, ham tegani metinalarini bildirmaydi. Matviy bo'lib, zar matviy bo'lib chiqadi. Chiroyli, juda chiroyli mahsulotimiz. Perlalux. Perlalux mahsulotimiz, bu ham travertin ustiga suriladigan mahsulot, jemchuk mahsulotimiz. Bu juda sifati zo'r, quyuq chiqarilgan. 1 kilosi 15-20 kvadrat travertinni bemalol ustiga yopadi. Petrolux. Bu katta qumli bazamiz, katta qumli bazamiz. Buni ishlanishi juda qulay, ham tez chiqadi, unaqa qiynamaydi. Effektlari ham juda chiroyli chiqadi. Tez ustakalarni qiynamaydigan mahsulot. Buni 1 kilosi 180 ming so'm. Petrolux mahsulotimiz bu bazamiz. Bu mayda qumli atachetamiz. Mayda qumli atachetamizni bitta afzallik tomoni buni ko'proq kvadrat ketadi. 7-8 kvadratga bemalol yetkazsa bo'ladi. Ustakalarimiz qiynamaydi, tezroq effekt chiqadi. Sifati, kачествоsi o'ta zo'r. Barxalux. P baza, premium degani Barxalux mahsulotimiz. Bu 7-8 kvadratni bemalol yopadi. Barxni effektni qumsiz atachetamiz. Juda oddiy, sodda usulda ishlasangiz ham juda effektiv, juda chiroyli chiqadi. Ranglari oppoq. 12 ta viloyatga dastavkamiz ham bor. Kimda kim shu bizning mahsulotlarimizni optimlardan sotib olib, kattaroq obyektda yoki do'konda sotaman desa, optimlardan ham bemalol chiqarib beramiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz tekin. Rahmat hammaga.
Assalomu alaykum, hurmatli ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Tabriklasalaringiz bo'ladi va nihoyat 200 mingta bo'ldik. Hamma obunachilarimizga rahmat aytamiz. Shu munosabat bilan gapni ko'p cho'zib o'tirmayman. Shu munosabat bilan o'zim chin dildan niyat qilgandim, 200 mingta bo'lsam, sovg'a tarqataman deb mana chin dildan sovg'alarni olib kelib qo'ydik. 13 ta viloyatga ikkita obunachimizga, har bitta viloyatdan ikkita obunachimizga 20 ta trafarit beramiz bittasiga bitta televizor beramiz. 13 ta viloyatda har biridan ikkita odamga 26 ta odamni xursand qilamiz xudo xolasa. O'zimiz chin dildan niyat qilgandik, mana akalar oz qoldi. Endi buni yutib olish shartlarini men aytib o'taman. Unaqa qiyin shart emas. Mana shu videomizni kommentariyasiga qaysi viloyatdanligingizni yozasiz, keyin mana shu bizning profilimizga, mana shu Aziz Dekor Jizzax profilimizga obuna bo'lish kerak. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lish kerak. Keyin maksimalni mana shu videoni tarqating sizlar. Qancha ko'p tarqatsalaringiz, shuncha yutish imkoniyati oshadi. O'sha 23-sana kuni random programma orqali jonli efirda aniqlaymizda, 25-kuni chaqirib, o'zimiz chiroyli tilaklar bilan tabriklab, hamma ustakalarni, hammani xursand qilamiz obunachilarimizni. Mana shu videoni maksimalni tarqating sizlar. 23-kuni soatini aytamiz, soat 9 da promo efir qilib aniqlaymizda, 25-kuni bitta soatga kelishamizda, 25-kuni hammani taqdirlaymiz. Rahmat hammaga, charchamang sizlar. Hammaga omad.
Assalomu alaykum, hurmatli ustagalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammaga xayrli kun. Mana bizning yangi mahsulotimizdan ikki xil abraziz qilib tushuntirib ko'rsatib beraman, sodda usulda. Mana bu doskamiz emulsiya qilingan, oddiy emulsiya qilingan, doskaning ustidan oddiy emulsiya qilingan, 2 marta qilingan emulsiya, oppoq bo'lib turibdi. Mana bu doskamizga emulsiya qilinib, ustidan qumsiz atechentadan bir sloy tortib olingan. Xohlasangiz mashalkada qilsangiz ham bo'ladi, biz shpatilda qilamiz. Rasxoti juda kam bo'ladi. Hozir ikkovining farqini ko'rsataman qanday chiqishini. Mana biz mayda qumli atechentamiz, bitta oddiy shotka yordamida sekin mana urib ketilaveradi. Mana har tomonga qaratib, mana bir boshdan fakturani ochib ketaverasizlar mana. Mana oddiy shotkada dasturlarni qoldirib urib ketaverasizlar. Mana shu tarzda davom etaveradi. Bunga hech qanaqa bir murakkab, qiyin joyi yo'q. O'zlaringiz ham ortga ko'rsalaringiz bo'ladi. Hamma gap atechentani tezroq faktura chiqishida. Ustani qiynamaydi, xudo xolasa. Tez chiqadi fakturasi mana. Sekin-sekin urib ketyapman. Har tomonga qarab. Dasturlar ozroq qoladi. Ko'p joylarini ham ustidan bosib chiqib, kam joylariga berib chiqsalaringiz bo'ladi. Endi ikkinchi doskamiz. Atechentda bir sloy surtib olingan doskamiz. Bunga ham xuddi shu tarzda uriladi. Shu tarzda uriladi bunga ham. Mana ustagalar, mana ikkovini ham urib oldik. Sekin hozir sal sergagandan keyin bu shotka yordamida hozir taraf ko'rsataman. Akalar, mana sal sergib oldi. Mana sekin-sekin qumlarni yoyishni boshlaymiz. Mana sekin-sekin bosmasdan akkurat qilib mana qumlarni yoyishni boshlaymiz. Qaqib sekin-sekin tarab chiqasizlar. Bu tomonga. Bu shakli chiqib kelaveradi mana. Faqat qiynamaydi odamni. Tez chiqadi. Me'yorida quritib olish kerak, me'yorida sal qotirib olish kerak, salgina. Agar yo'q joylarga ham olib borsangiz bo'ladi mana. O'zidan sudrab. Mana. Shu tarzda davom etaveradi. Mana qiyin narsa emas. Dadiki odam qilganda odam qiladi deydi-ku. Xuddi shunday narsa. Shotka quruq bo'lish kerak, shotka. Buni sal sergib tursin, endi bunisini davom etamiz. Qotib qolsa, tagidagi shotka urilgan izlari bilinib qoladi. Bu mayda qumli atechentamiz. 1 kvadratga 1 kilosi 6-7 kvadratga bemalol yetadi, Ana akalar, ikkovini ham qilib oldik kitabrasimizda. Bunisi emulsiya qilinganda, buni ustidan bir sloy atechentadan tortib olgandik. Yupqa tortib olgandik. Rasxoti uncha ko'p bo'lmaydi. Mana ikkovini farqini ko'ringizlar akalar. Mana ikkovini farqi ancha bor, ikkovini farqi. Shu o'rinda bitta narsa, mana buni atechentani, qumsiz atechentani tortib olganda gubkada qilsa ham bo'ladi. Buni gubkada chiqaradi. Rasxoti juda kam. 1 kilosi 30-40 kvadratga bemalol yetadi akalar. Foydali video bo'lgan bo'lsa, bitta podpiska bosib qo'yasizlar. Videoga bitta like bosib, podpiska bosib saqlab qo'yasizlar, biz yo'qotib qo'ymaslik uchun. Foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Rahmat hammaga, charchamaysizlar. Assalomu alaykum ustagalar, hormaysizlar, charchamaysizlarmi? Hamma tinchmi? Xudo xolasa mana Termizdagi obyektimiz. Devorga Marshall emulsiyalarni urganmiz. O'sha devor rangiga moslab, maylarni insenka qilib berganmiz, chiroyli qilib. Mana insenkalarni 5 ni qilib berdik. Xudo xolasa klientimizga yoqdi, uy egalariga, xazayinga. Devorlarimiz emulsiya bo'lgan. Chotki emulsiya bo'yishi. Yo'q, ochmanglar eshik. Assalomu alaykum, hurmatli ustagalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hammani o'tgan yangi yil bilan tabriklayman yana bir bor. Xudo xolasa mana biz bugundan ishni boshladik. Xudo xolasa mana tovarlarimizni ham hammasini olib kelib qo'ydik. Yangi mahsulotlarimizni ishlatib, sinovdan o'tkazib, hammasini ko'rib, tekshirib, mana abrazislarni ham chiqarib qo'yganmiz. Endi sekin xudo xolasa mana abrazislarni ham chiqarib qo'yganmiz. Ishlashga ham oson. Blisklari, kачествоsi juda yaxshi. Sifati zo'r. Mana har xil fasonda qilsangiz bo'ladi. Ustani o'ziga bog'liq bu.
xohlagan fasonda tez chiqadi. Unaqa odamni qiynamaydi. Qumli, qumsiz hamma variantdan bor. Xudo xolasa 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Mana shunaqa dekorativniy narsalar ishlab dekorativ narsalar sotadigan akalar, ukalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa optim narxlarda, dilerskiy narxlarda chiqarib beramiz. Keyin 12 ta viloyatga ham dastavkamiz, besplatniy dastavkamiz 12 ta viloyatga. Xudo xolasa o'zimizning Buxorodagi filialimizga ham, Xorazmga ham, Umid Shogirdni do'koniga ham, hammasiga ertandan xudo xolasa yetkazamiz. Mana yangi mahsulotni bir ishlatib, sinab ko'ringsizlar. Men o'zim sinovdan o'tkazdim. Haqiqatan zo'r, kачествоsi ham zo'r, ishlanishi ham oson. Hamma mahsulotdan bor akalar. Yetkazib berish besplatniy. 12 ta viloyatga dastavka bor. Aloqaga chiqasizlar. Aziz dekor. Bosingizlar ustagalar.